Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari va tumanimiz aholisi. Men Bekobod tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi supervizori Tursunboyeva Nargiza Alimjanova bugun sizlarga ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi bilan amalga oshirilayotgan ishlar hamda shu bir qator qaror va farmonlar ijrosini ta'minlash maqsadida Bekobod tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan olib borilayotgan ishlar to'g'risida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan xususan o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan aholi qatlamimiz, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda kam ta'minlangan oilalarimiz bilan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan bolalari bilan, muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar bilan hamda yana bir qator aholimizni og'ir qatlamlari bilan ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Hozirgi kunda aholimizni qiynagan, oilalarimizda og'ir vaziyatlar deb hisoblanadigan aholi qatlamimiz bor. Mana shu qatlam haqida gapirmoqchiman. Hozirgi kunda Prezidentimizning 69-sonli farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 271-sonli qarori qabul qilindi. Bu bo'yicha jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Buning mazmuni shu oilalarda ruhiy holati buzilishi bo'lgan shaxslarga xizmatlarni ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qaror bo'lganligi uchun bu yangi xizmatlarni aholiga yaxshiroq yetib borish maqsadida hozir o'zim shu haqida kamgina gapirib o'tmoqchiman. Aholimizda, oilalarimizda shu ruhiy holati buzilgan shaxslarimiz bo'lganligi sababli hozirgi kunda 5 ta xizmatlar tashkil etildi. Bu 5 ta xizmatlarni birinchisi erta aralashuv xizmati bo'lib, bu erta aralashuv xizmati nima? Erta aralashuv xizmati 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarimizda tug'ilganida shu tug'ma nuqsonlari bo'lgan, rivojlanishdan orqada qolayotgan holatlar bo'ladigan holatlar bo'lsa, mana shu holatlarni oldida aniqlab, bularga amaliy yordamlar ko'rsatish, ularni korreksion rivojlantirishga qaratilgan erta aralashuv xizmati. Bu xizmatga o'z vaqtida shu tug'ruqxonalarda yoki oilaviy shifokorlar tomonidan hamda maxsus komissiya, PTPK komissiya tomonidan o'z vaqtida aniqlangandan keyin mana shu erta aralashuv xizmati ko'rsatiladi. Bu erta aralashuv xizmati tumanda tashkil etilib, maxsus tadbirkorlar tomonidan tashkil etilgan xizmat. Bolalarni ota-onalar haftada 3 kun 2 soatdan mana shu xizmatdan foydalanish uchun olib kelishi mumkin. Buni olib kelganda davolovchi jismoniy tarbiya yo'riqchilari, maxsus pedagoglar bu bolalarga o'sha bolalarning rivojlanishiga qaratilgan xizmatlarni ko'rsatadi hamda kuzatib boradi bu bolalarning rivojlanishi nimasini. Bundan tashqari, o'sha ruhiy holati buzilgan shaxslar uchun yangi kun xizmati, uy sharoitida qarab turish xizmatlari hamda madad uyi xizmatlari yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda yangi kun xizmati bo'yicha fuqarolarimizga tushuntirishlar olib borilmoqda, chunki yangi kun xizmati mana 2026-yil 1-iyundan u ham kuchga kirgan. Bu bo'yicha ruhiy holati buzilgan shaxslarimizni o'sha kun davomida oilalariga yordam bo'lishi uchun, ularga doimiy qarab turgan oila a'zolari qo'shimcha bir faoliyat bilan shug'ullanishi yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda o'zlari dam olishlari uchun ham sharoit yaratish maqsadida haftada tumanimizda tadbirkor tomonidan tashkil etilib, bu yangi kun xizmati haftada 5 kun 9 soatdan olib kelib, ijtimoiy taksilardan foydalangan holda shu yangi xizmatdan foydalanishi mumkin. Bunda o'sha fuqarolarimizga kun davomida ularni parvarishlashga qaratilgan yoki bo'lmasam kunlik bir yumushlarni o'rgatishga qaratilgan, sog'lig'ini yaxshilashga qaratilgan bir amaliy mashqlar bilan shug'ullanadigan maxsus davolovchi yo'riqchilar bo'ladi, mehnat yo'riqchilari bo'ladi. Undan tashqari yana rejalashtirilayotgan 2026-yil 1-sentyabrdan uy sharoitida qarab turish xizmati yana yo'lga qo'yilishi kutilib turibdi. Bu uy sharoitida qarab turish xizmati mana shu birinchi-ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan hamda yoki bo'lmasam o'sha uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarga ham ko'rsatilishi mumkin. Bunda o'sha oiladagi o'sha qarab turuvchi biror bir
mehnat bilan shug'ullanish imkoni bo'lmaydigan, faqat shu bemori bilan band bo'lgan ishsiz oila a'zosini bandligini ta'minlash hamda qo'llab-quvvatlash maqsadida yo'lga qo'yiladigan xizmat bo'lib, bunda o'sha kuniga 3 soatdan bazaviy hisoblash miqdorini 10% miqdorida kuniga 3 soatdan ularga nima ajratiladi? Mablag' ajratiladi. Sababi shu oilasiga kamgina daromad olib kelish maqsadida. Yoki bo'lmasam madad uylari xizmatlarimiz mana yo'lga qo'yish 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab madad uylari xizmati yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Bu madad uyi xizmatida masalan o'sha ruhiy holatida buzilishi bo'lgan, birinchi, ikkinchi nogironligi bo'lgan hamda doimiy unga parvarishga muhtoj, doimiy yonida kimdir oila a'zosi band bo'lib turgan, bizni baholash mezonlarimizga to'g'ri keladigan shaxslar bo'ladigan bo'lsa, bularga shu haftada 7 kun bo'lsa qarab turadigan xizmat bo'lib, oilalariga yaqin joyda mana tuman markazida oila a'zolari xohlaganda xabar oladigan sharoitda tashkil etiladigan xizmat turi bu. Bu xizmat turidan tashqari yana ijtimoiy ta'til xizmati yo'lga qo'yiladi. Chunki oilada o'zi o'sha og'ir kasallikka chalingan shaxsga qarab turibdi. Birinchi, ikkinchi guruh nogironi, davolanishga muhtoj shaxs. Bularga qarab turib, xohlagan vaqtida borib davolanishi, sanatoriyaga borishga imkoni bo'lmayotgan shaxslar mana shu madad uylariga, ijtimoiy ta'til xizmatlariga ariza topshirishi mumkin. Bunda o'sha ijtimoiy ta'til xizmati 14 kun davomida madad uyida mana shu kasallarga, bemorlarga qarab turish mumkin. Bu davrda oila a'zosi yoki sanatoriyaga borib yoki bir davolovchi muassasaga borib davolanib olishi mumkin. Shunaqa imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari voyaga yetmagan bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka uchrashi yoki uchrash ehtimoli bor bo'lgan oilalar yoki bo'lmasam ota-ona bilan voyaga yetmagan bolalar o'rtasidagi munosabatlarni tiklash yo'nalishlarida tumanda Mehrli oila dasturi hozir faoliyatini boshlayapti, ishlayapti. Bunda shu ota-onalar bilan o'sha bolalar, voyaga yetmagan bolalar o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan xizmatlardan bittasi Mehrli oila xizmati bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.